Qiyomat surasi Mekkada nozil bo'lgan. Jami 40 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat kuni bilan qasamki, o'zni malomat qilg'uchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirlisizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. İnsan bizni o'zining chirib tarqilib ketgan so'ngaklarini jami qila olmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Ya'ni uning so'ngaklarini jami qilamiz. Uning eng inchga, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz. Balki inson kelgusi hayotida gunohda azbaylamoqchi bo'ladi. O masxir qilish yuzasidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ko'zlar torlashgan, oyning nuri o'chgan, kun bilan oy birlashtirilgan chog'da inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidir. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlarga o'zi guvohdir. O o'zini oqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdimi o'zrisi qabul qilinmaydi. Sana Cibrail orqali vahiy nozil bo'layotganda uni esingga elivilish uchun aldirab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Cibrail sana o'qib berganda uning o'qishiga agashgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Hergiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar. Oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigoriga qarab turadi. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'lganligiga ular jazman ishindi. Rastla jon halqumiga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pochoq-pochoqqa kirishib ketadi. Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigoringning dargohidir. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. Lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyiga qaytdi. Voy sening holingga, voy sening holingga. Yana voy sening holingga, voy sening holingga. İnsan o'zini bekor qo'yib beriladi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmaydi. Mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. U bachidonlarga to'kiladigan ojiz ma'ni emasmidi. Ondan u lahti qon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U ma'nidan ayol ikki tipni yaratdi. O, ya'ni yuqorqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi?